Salom bolalar, bugun sizlar bilan Brawl Stars'ning VIP'ini yuklashni o'rganamiz. Uning uchun biz 100 ta bo'lishimiz kerak. 100 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Shunda men Brawl Stars'ni VIP'ini yuklashni sizlarga aytib o'taman keyingi qismda. Mana VIP Brawl Stars'imiz qanday bo'ladi? Bu Brawl Stars oddiy, lekin VIP bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, bunda puli cheksiz bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Men bu odamlarni o'zim olib chiqqanman, bular o'zingiz sotib olaverasiz. Bu oddiy Brawl Stars'ga o'xshaydi, lekin VIP. Do'stlaringiz bilan ham o'ynasangiz bo'ladi, faqat rasmi o'zgaradi. Uni Play Marketdan yoki Google Play'dan yuklash imkonsiz. Biz 100 ta bo'lsak, keyin sizlarga buni qanday yuklashni o'rgataman. Hozir biz 68 ta bo'lganmiz. Yana bizga 32 ta obunachi kerak. Shunda men sizlarga qanday qilib Brawl Stars'ni VIP'ini yuklashni o'rgataman. Sizlar bilan farzand bo'ldi. Xayr do'stlar.